Farzandingizni emas, avvalo o'zingizni tarbiya qiling. Farzandingiz tarbiyasidan norozi bo'lsangiz, ayb qayerda? Farzandingiz telefon o'ynab o'tirsa, jahlingiz chiqadimi? Lekin o'zingiz ham telefonga mahliyo bo'lib vaqt o'tkazasiz. Ko'p ota-onalar bitta katta xato qiladi. Farzandingizga kitob o'qi deysiz, lekin o'zingiz soatlab serial ko'rasiz. Gap faqat nasihat qilishda emas, farzandingizning tarbiyasi avvalo sizdan boshlanadi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Siz qanday o'rnak bo'lyapsiz? Siz farzandingiz uchun eng yaxshi o'rnak bo'ling. Olim Ibn Xaldun aytganidek, biz farzandlarimizni emas, avvalo o'zimizni tarbiya qilishimiz kerak. Bolalarimiz biz ko'rsatgan emas, biz yurgan yo'ldan yurishadi. Biz to'g'ri yo'lda bo'lsak, zotan farzandlarimiz to'g'ri yo'lda bo'ladi. Yuqoridagi gaplar sizga tanish bo'lsa, video tagidagi havola orqali maxsus bepul kanalga qo'shiling va to'liq ma'lumot hamda yechimga ega bo'ling.